Assalomu alaykum O'zbekiston, ko'r boladan ko'r korona dasturi. Bu videoyim Ijtimoiy himoya milliy agentligiga qachonki rasmiy javob bermaguncha bu videolarim to'xtamaydi va o'ylaymanki, sizlarning qo'llab-quvvatlashinglar bilan biz bu natijaga erishamiz. Birinchisi, Ijtimoiy himoya milliy agentligiga shuni so'rardimki, xodimlarni bir 50% nogironlar tashkil qilsa, anchagina samaraliroq bo'lardi. Sababi dard bilganni, dardi bor odam tushunadi. Xo'p, ikkinchi masala bitta oila, bitta qozon deb turib, nogiron erni pulini xotiniga tushirib berishni to'xtatinglar. Nogironligi bo'lgan shaxsiy pulini o'ziga tushirib beringlar. Xo'p, uchinchi masalamiz xullas pensiya, nafaqa pullari. Birinchi guruh nogironligiga nafaqa pullarini qayta hisoblab chiqishinglarni so'ragan bo'lardim. O'ylab ko'rib, vijdonan, ko'ngildan vijdon bilan qayta ko'rib chiqib, hisob-kitob qilib, yeb ichish, mayli dori-darmon ham kerak emas, yeb ichish, yashashga hisoblab ko'rishinglarni so'rardim.